xizmatdan keyin yana ichkariga olib kirib, butun haligi mast alas odamlarni orasiga qo'yib, yana ashula aytirib, oxiri to'g'risini aytsam, ashuladan san'atga bo'lganda nafratlanib ketdim o'sha kunda. Ikkinchi martada men sizdan xizmatga kelmayman. Mana bunaqa xizmat ustiga shuncha qilgan xizmatlarga yarasha arzimagan bir narsani cho'ntagimga solib qo'ydi endi. U meni haftalik ro'zg'orimga yetmaydigan bir mablag' solib qo'ydi cho'ntagimga. Mayli, men bergan narsangiz roziman-ku, lekin ikkinchi marta meni yo'qlamayman. Siz bilan xizmatga kelmayman, siz jonimga kel. Keyin menga shu odam aytdiki, seni Xudo bilib turib ko'r qilib yaratgan. Xudo seni bilib turib ko'rsan, noshukursan, sen ko'zing seni bilib turib ko'zingni ojiz qilib yaratgan. Endi boshqa ozga kelganni qaytarmasdan judayam qattiq haqorat qildi. Men endi erkak kishi yig'lamsirab, haqorat jonimdan o'tib ketdi, xo'rlik jonimdan o'tdi. Lekin uygacha o'zimni bosib uyga keldim. Ertalab saharda turib keyin aytdim. Yaratgan egam, Tangrim, Xudoyim, agar meni o'zingni fazling bilan, o'zingni anaqang bilan ko'zimni ojiz qilib yaratgan bo'lsang, men sana bergan bu dardingni ko'tarishga roziman. Lekin mana meni behuda haqorat qilgan odamni jazolamasang, men rozi emasman shu odamni qarg'ab. Rostmi aytsam? Oradan 6 oy o'tmasdan o'sha odam qamalib ketdi. Ulamolardan eshitganmiz, har kimki o'sha men sevdigidan, ya'ni ikki ko'zidan dunyoni ko'rish vaqtidan bandamga yaxshilik qilgan bandamga juda ham katta ulug' savoblar va juda ham katta ulug' hajat ajrlar yozaman nomai amaliga. O'sha Alloh taolaning va'dalari bor ekanda. Mana hozir xohlagan odam kelib turib qalaysan, ko'zi ojiz deb mana gapiraversa. Otangga rahmat qilaman, men hozir shunaqa degan odamga. Chunki bu milliondan bitta odamga tanlab beriladigan Allohning o'zining dardi ekan.